Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Xudo xohlasa navbatdagi komplektlarimiz tayyor bo'ldi. 12 talik video obzorni davom ettiramiz. Agar kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Videomiz yoqadigan bo'lsa, bitta like bosib, esdan chiqmasin. Bu ishimizga keladigan bo'lsak, Cobra Monica deyiladi. Oldi 3D gullari bor, ko'rishingiz mumkin. Buni sidina qismiga 3 cm dan 4 qavat, ya'ni 12 cm machalga qo'yganmiz. Spinka qismiga bo'lsa 3 cm ga 2 qavat 6 cm machalga qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana tugmalarni ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Mana orqasiga ham chiroyli qilib pardalarni qo'yib qo'yganmiz, pardalarga moslab. Endi buni nimasi zo'r tomoni mana simalo yoqib qo'yganmiz. Son oyog'ini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Hollar razmeriga keladigan bo'lsak, 120 ga 320 ko'rinishda oldi kompyuter xizmatida qo'yilgan. Endi bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9,5 million so'mga dastavkasida Qarshiga xudo xolasa chiqaryapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar. Pastda nomerlar qolganmiz. Kimga shunaqa stollar kerak bo'lsa aloqa qiling.